Men IT kompaniyamga yaqinda kurs tugatib kelgan aksariyat o'quvchilarni ishga olmayman. Nimaga? Yaqinda universitet yoki o'quv markazlarini tugatib kelgan yoshlar men bergan aksariyat savollarga javob berisha olmaydi. Bitta tilni to'liq o'rganishmagan. Bir tildan ikkinchi tilga ko'p sakrashadi. Buni sababi rezyumeda ko'proq tilni ko'rsatmoqchi bo'lishadi. Lekin bu juda ham katta xato. Rezyumeni olib kelsa, ichida juda ham ko'p dasturlashtirishlarni yozib tashlagan bo'ladi. Lekin shularning hech yo'q bittasini ham mukammal bilmaydi. Bitta muammoni to'liq tushuna oladigan bo'lish kerak-da o'zi. O'zi juda ham ko'p sinab ko'rgan bo'lish kerak o'zini. Yangi proyektlar qilib ko'rgan bo'lish kerak. Hech kim unga buyruq bermasa ham, u o'zidan o'zi ishlagan bo'lish kerak-da. Faqat o'qituvchi bergan narsani o'rganib ishga kirib bo'lmaydi. O'qituvchi bergan narsadan tashqari YouTube o'rganish kerak, boshqa kurslarni o'rganish kerak, onlayn kurslar bor, tekin kurslar bor. To'lib yozib, internet to'lli. Ularni o'rganib, o'zi mustaqil kod yozib, bitta dasturni yarata olish kerak. Ya'ni bitta sistemani arxitekturasini ko'tara olish kerak. Ishga kirmoqchi bo'lgan dasturchilarga asosiy maslahatim bitta tilni mukammal o'rganish kerak. O'sha tilda ma'lum bir dasturni o'zi tuza olish kerak va undan keyin boshqa tillarni o'rganish mumkin. Agar u kerak bo'lsa. Menga hali kerak bo'lmadi.